1-0 hisobda adashib ketmasak bo'lgani. Hali boshlanishi bu. Mana ko'rdingiz. Hech kim qaragani yo'q. 9 nafar oq libosdagi futbolchini ko'rishingiz mumkin mana shu kadrda. Lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Aniqrog'i to'xtata olmadi. Boshlanishi mana shunday bo'lyapti o'yinimizni, qadrli do'stlar. Yana bir hujum, yana ikkinchi qavatdan darvozabon Sakura Sevandi Subasingha to'pni ushlab oldi. Vaqti bilan 17:30 da start oldi. Kechroq 20:30 da esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Nepal ishqibozlarini ko'rishingiz mumkin. Mana ikkinchi gol. 5 taga yetdi uning gollari soni. Bu borada raqobat qanday bizning guruhda? Biz esa kutamiz, ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Ha, zarba kuchsiz, lekin gol. Andari dubl muallifiga aylandi. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Texnikasi bilan yo'q. Bitta chap qanotga ko'chirildi, yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4 Rana. Yuzma-yuz. Hakam Wang Chiehning ruxsati kerak. Xo'sh. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Boy 10-raqamdek ko'ringan edi, biroz adashgan ekanmiz. Gitarana zarba bergan. Jabrlanuvchi Umari Gising emas. Mana o'sha penalti belgilangan vaziyat. Bu esa gol. So'nggi o'rinlar. Timorda 1 ochko, Mo'g'ulistonda 0. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Ha do'stlar. 6-gol.
kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Shuningdek, maydonga tushdi. Shri-Lankada kimlar maydonda olib tashlangani haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir yana bir burchak zarbasi. Kuzatib qo'yishimiz kerak. Darvozabon qaytardi. Uzoqlashtirish. Yosh, ikkinchi qavatda orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. O'sha muxlisning hayqirig'ini eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ishqibozingiz yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin yo'nalishni topib zarba yo'lladi. Yo'lakchadan to'pni